26 лет. Вес его 70 килограмм, ровно размах рук 184 при росте 190. Его базовый стиль бокс. Он также дебютирует сегодня в лиге Намат по прозвищу Борс. Встречайте, Хумаюн Тохтамуродов! Мы желаем спортсменам удачи. Ваш рефери в ринге Тофик Бакуев. Бойцы правила знаем, не нарушая. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп прекращаем все действия. Пожали руки. Bo'ydagi farqni ko'rib turibsiz. Yetarlicha ustunlik bor hamyurtimizda. Demak, birinchi raund boshlanish arafasida nasib qilsa chiroyli g'alaba kutib qolamiz. Yangi imijda hamyurtimiz. Demak, birinchi raund boshlanmoqda. Qizil burchakda Humoyun To'xtamurodov, ko'k burchakda Dmitriy Yakovlev. Uppercut Humoyundan jab zarbasi, javoban yaxshi harakat qilyapti Dmitriy. Aytib o'tganimdek, Humoyun To'xtamurodovning ko'p jangi muddatdan avval yakunlangan. Dmitriy Yakovlev esa muddatdan avval ko'proq mag'lub bo'lgan. Va bu ehtimol bizni jang oxirigacha bormasligiga ishontirmoqda. Masofani ushlab turibdi. Mana bu yerda bir zarba bilan bo'ldi. Menimcha turmaydi qaytib. Turishning hojati ham yo'q. Og'ir zarba o'tkazib yubordi, juda ham og'ir. Sanayapti referi, yo'q. Tura olmaydi. Juda ham og'ir zarbani qabul qilib oldi Dmitriy. Juda ham tezkor g'alaba Humoyun To'xtamurodovda. G'alabali seriya davom etadi. G'alabali yurishlar davom etadi. Oldinda hali UFC gacha turgan yo'l turibdi. Ko'ryapsiz, hamyurtimiz jangdan jangga ochilib boryapti. Va mana bu g'alaba ham biz uchun juda ham muhim. Kakan Fighters jamoasi bilan. Mіндетті түрде видео қайталау барысында нокаутты да қарайтын боламыз. Ал Humoyun To'xtamurodovды Намат аясындағы алғашқы. O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarmoqda Humoyun. Yakovlev есін жиған сияқты. Yakovlev esa o'ziga kelish payida. Ko'ramiz takroriy lavhani. Uppercut o'tmadi, lekin ikkinchi zarba aniq jag' qismiga shunchaki qulatib qo'ydi. Dmitriy Yakovleva Kesіп өткен кәдімгідей. буквально обесточил его Humoyun. Уважаемые спортсмены, Imkonsiz qoldirdi raqibni. Humoyun To'xtamurodov. Eshitamiz demak rasmiy anonsni. На первой минуте первого раунда нокаутом победу одержал Humoyun To'xtamurodov. Humoyun To'xtamurodov ajoyib g'alabaga erishmoqda. Аплодисменты его соперник.